Assalomu alaykum. Oldingi darsda biz asosan sodda ma'lumot turlari, ya'ni primitivlarni ko'rib chiqdik va ozgina tanishtiruv bo'ldi murakkab ma'lumot turlariga va murakkab ma'lumot turlaridan, demak, aytgandim, kompleks ma'lumot turlari, o'sha murakkab ma'lumot turlari yoki obyekt based deyiladi, ya'ni obyektga asoslangan ma'lumot turlari ham deyiladi va obyektga asoslangan ma'lumot turlari bizada arraylardan, keyin obyektlardan, ya'ni obyekt inglizchada object bo'ladi va funksiyalardan iborat bo'ladi. Endi shuni bugun murakkab ma'lumot turlarini bugun o'rgatishga harakat qilaman. Birinchisi demak o'sha array, oldingi safar ozgina tanishtirib bergandim. Array murakkab ma'lumot turi deyilishini sababi, chunki buni ichida biza sodda ma'lumot turlarini deyarli hammasini ishlata olamiz undefineddan tashqari. Xo'sh, masalan string, qandaydir string ishlata olamiz. Undan tashqari, stringdan tashqari biza raqam ishlata olamiz. Undan tashqari biza boolean ishlata olamiz. Masalan false, masalan yana ma'lumot turlaridan null ishlata olamiz yoki boshqa ma'lumot turlarini ham hammasini ishlatib turib, yonida ichida o'zini ishlata olsak ham bo'ladi. O'zini ichida yana bir marta o'zini ishlata olsak, undan keyin parallel ravishda yana boshqa o'zini ishlata olsak bo'ladi. Demak, arrayning ichida array ishlata olamiz. Demak, o'zini ichida o'zini ola olgani uchun ham bular murakkab ma'lumot turi, undan tashqari primitivlarni hammasini saqlay olgani uchun. Ya'ni nimaga, qanday bu o'zini ichida saqlayapti? Masalan, tekstda ham biza saqlasak bo'lmaydimi desanglar, yo'q. Masalan, masalan name deydigan bo'lsak, oddiy ma'lumot turi string beradigan bo'lsak, mana string deganda o'sha tekstoviy ma'lumot turi, qanaqadir ism yozadigan bo'lsak, masalan Jane deb yozamiz, Jane deb yozadigan bo'lsak, biza mana virgul qo'yib turib, agar string ichida qanaqadir ma'lumot turi yozmoqchi bo'lsak, srazu tagidan chizayapti, xatolik ko'rsatyapti. Demak, stringlar o'zi alohida oddiy ma'lumot turlari, faqatgina tekst mana bu yoqda ko'p bo'lishi mumkin, lekin virgul qo'yib yana bitta ma'lumot turi yarata olmaysiz oddiy ma'lumot turlarida. Demak, murakkab ma'lumot turida biza yarata olamiz. O'shani ichida ko'plab stringlarni sanashimiz yoki ko'plab boshqa ma'lumot turlarini sanashimiz mumkin. Bu demak array ko'pincha juda ham ko'p ishlatiladi va juda ham yaxshi o'rganilishi kerak array. Endi arraylarda biza tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, masalan, array ma'lumot turi, demak, qiymat turi ham deyiladi ma'lumot turlari. Shuning uchun eslab qolishimiz kerak. Masalan, array yaratamiz, nomi fruits. Arrayni ruschada list deyshadi yoki ba'zida o'zbekchada list ham deyshadi. O'shaning uchun uni ham eslab qolishimiz kerak. Demak, list yaratib ber fruits degan desa, demak, arrayni aytishayotgan bo'ladi. Endi bizada fruitsni ichida masalan olma, fruits degani mevalar degani, olma, xo'sh, uzum masalan, yana masalan gilos bo'ladigan bo'lsa, arraylarda bitta narsa bor. Arraylar ichidagi qiymatlarni lokatsiyasini saqlab qoladi. Qiymatlarni lokatsiyasi deganda mana masalan birinchi ma'lumot turimiz ham string, qolganlari ham ma'lumot turlari ham string va har bir ma'lumot turi virgul bilan ajratiladi. Demak, o'zi stringlar masalan qo'shtirnoq ichida berilganiga qo'shtirnoq beramiz-da, keyin virgul qo'yamiz. Mana bu qo'shtirnoqdan keyin raqam bersak, bu yoqda qo'shtirnoq shart emas. O'shaning uchun stringda yozayotganimiz uchun qo'shtirnoq qo'yamiz, undan keyin virgul qo'yamiz. Endi lokatsiya degan, o'sha lokatsiya deb tushunsanglar ham bo'ladi, lekin indeks deyiladi, inglizchada o'rgangan ma'qul. Indeks degani o'sha elementlarni pozitsiyasi. Demak, mana olma, birinchi bizani ma'lumotimiz olma bo'lsa, qo'shtirnoq ichida. Buni pozitsiyasi 0 dan boshlanadi. Uzumniki birinchi pozitsiyada, gilosniki ikkinchida. Demak, arraylarda har doim pozitsiyalar, ya'ni sanash 0 dan boshlanadi. O'shaning uchun biza masalan qandaydir qiymatni chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsak, arrayning ichidagi pozitsiyasi orqali chiqarsak bo'ladi. Masalan, birinchi fruits deb yozib olaman. Xo'sh, fruits arrayini so'rayapman.
fruits arrayni so'rasam menga butun bir arrayni, butun boshli arrayni chiqarib beradi ichidagi qiymatini. Menga lekin ichidagi qiymat kerak emas, menga aynan aytaylik gloss kerak. Gloss yana sanaymiz. Olma 0 da, uzun 1 da, demak gloss 2 da. Gloss 2 da. Demak, agarda men 2 ni bosadigan bo'lsam va obnovlение qiladigan bo'lsam, demak gloss chiqadi. Mana 3-chi bosib ko'rishimiz mumkin. Bizda 3-chi element yo'q. Xo'sh, obnovlение berish kerak. Obnovlение beradigan bo'lsam undefined deyapti. Undefined degani tasdiqlanmagan deyapti. 3-chi pozitsiyada bizda hech qanaqa qiymat mavjud emas. Va o'shaning uchun qiymat tasdiqlanmagan, hali qiymat berilmagan degan undefined chiqadi. Endi 0-chi pozitsiyada 100% olma chiqadi. Obnovlение beraman, demak olma. Mana olma degan anaqa chiqdi. Qiymat chiqdi. Demak bizda arraylarda qiymatlarni mana shunaqa qilib olamiz. Endi arraylardan keyin murakkab ma'lumot turlaridan bittasi nisbatan qiyinroq tushunishga obyektlar. Obyektlar let masalan my obj qilib qo'yaman. Demak, mani obyektim degani, demak, mani obyektim degani bu xo'sh. Obyektning skopkasi boshqacha. Arrayda skopka to'rtburchaklik skopka bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qovussi to'rtburchakligi bo'ladigan bo'lsa, bunda qovurg'ali skopka. Qovurg'ali o'sha qovus. Endi qovurg'ali qovusning ichida demak bu obyekt, ma'lumot turi obyekt. Demak, bu ma'lumot turida biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa obyektlarda key and value degan narsa bo'ladi. Key degani bu kalit degani, value degani qiymat degani. Struktura yasayotganimizda bizda demak key, mana key masalan name bo'lishi mumkin. Obyektni kattalashtirib olaman, chunki ichida ko'proq struktura yaratiladi. Xo'sh, masalan name, biografiya yozadigan bo'lsak, ism, aytaylik John. Xo'sh, John bu yoqda xato yozildi. Nimaga xato yozildi? Ism yoki tekstviy narsalar har doim qo'shtirnoqni ichida yozilishi kerak. Endi namechi deyiladigan bo'lsa bu kalit. John bu value, qiymat. Demak, name shunchaki kalit bo'lganiga bu tekstviy bo'lsa ham, tekst yozayotgan bo'lsak ham ichida qo'shtirnoq ichiga olinmaslik kerak. Bizga demak obyektni ustiga bosadigan bo'lsak, hozir ko'rsatdi name qiymati string deyapti. Stringlikni qayerdan biladi? Mana bu qo'shtirnoq qo'yganimizda. Demak, keyimizni ko'rsatdi. Xo'sh, property name string. Endi yana keylardan masalan bizda age bo'lishi mumkin. Demak, kalitlarni birontasi mana kalit yozayotganimizda hech qanaqa qo'shtirnoqqa yoki boshqa narsaga kirmaydi. Qo'shtirnoqdan o'sha keydan keyin, ya'ni kalitdan keyin har doim 2 nuqta qo'yishimiz kerak. Endi raqam beraman ikkinchisiga. Masalan, aytaylik Johnni yoshi 55. Nimaga raqamni qo'shtirnoq qolmadim? Chunki raqamlar qo'shtirnoq qolinmaydi. Endi keyingisi is admin. Is admin degani adminmi degani. Adminmi u yoki aytaylik is millionaire deylik. Millionermi degani. Demak, biron narsani tekshirayotganimizda biz asosan is bilan boshlanadi, savol ostida, ya'ni biron narsani tekshirish uchun va bu boolean qiymatlarni demak to'g'rimi yoki noto'g'riligini tekshirayotganimizda har doim o'zgaruvchilarimizni biz yoki kalitlarimizni is bilan yozishimiz kerak yoki funksiya yozayotgan bo'lsak ham biron narsani to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirayotganda is qo'yish kerak. Endi ozgina is haqida tushuntirib ketdim. Bizda is millionermi degan unaqaga boolean, ya'ni yo true yoki false bera olamiz. Chunki tekshiramiz uni false. Millioner emas. Demak, millioner emas degani false, noto'g'ri deymiz. Demak, biza как biografiya yaratamiz o'sha obyekt strukturasida, obyektning ichida. Endi buni tagidan yana masalan turli xil nima edi? Masalan bank account degan yana kalit yarata olamiz. 2 nuqta qo'yaman va buni ichiga begin yoza olaman. Ya'ni katta raqam yozishim mumkin. Tor n. Demak, tor n bank accountini masalan katta raqamda beginda
begin ma'lumot turida yozdim. Demak, obyekt ham har xil ma'lumot turlarini ola oladi. Faqat obyektlardagi biza tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa, sal qiyinroq narsasi, ularda kalit bo'ladi va qiymat bo'ladi. Demak, kalitlar hech qanaqa qo'sh tirnoq ichiga yozilmaydi. Kalitlarni sizlar o'zingizlar yozasizlar, o'sha maqsadingizlarga qarab yaratasizlar va 2 nuqta qo'yib, keyin qiymatni berasizlar. Endi obyekt ham albatta o'ziga o'xshab, masalan, o'zini ichida o'zini ola oladi. Mana company degan kalit yaratyapman va qiymati uni obyekt. Va bu 100% normal. Endi mana shu bizada obyektlar edi. Obyekt edi. Endi obyektning qiymatini biz qanday ko'ramiz? Xo'sh, obyektning qiymatini ko'rishimiz uchun, masalan, alert funksiyasini yana ishlatamiz. Alertning ichida biz obyektimizning nomi nima edi? Mana o'zgaruvchini nomi bilan chaqirishimiz kerak. My object. Xo'sh, my object deydigan bo'lsam, my object deyman. Endi biz buni kaliti bilan so'rashimiz kerak. Agar qiymatini qilmoqchi bo'lsak. Masalan, Johnni chiqarish uchun biz nuqta name qilamiz. Nuqta name qilamiz. Demak, kalitini so'raymiz. My objectdan keyin nuqta qo'yamizda kalitini yozamiz. O'shanda John chiqadi. Demak, biz boradigan bo'lsak, обновление qilaman. John. Demak, John o'sha kalit, ya'ni name kalitini qiymati edi. Endi xuddi shunaqa biz name ni age ga o'zgartirib ko'rishimiz mumkin va age ga o'zgartirib обновление beradigan bo'lsam, yangilasam 55 chiqadi. 55 chiqadi. Demak, bizda obyektlarda kalitlarni nuqta qo'yib turib, kalitlarni nomini yozganimizdan keyin, ana o'shandan keyin uni qiymatini ola olamiz. Endi qiymatlarni umumiy ola olish ham yo'li bor. Umumiy ola olish yo'li bor. Xo'sh, hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Alertdan oldin o'sha let natija degan, ya'ni result degan bitta o'zgaruvchi yarata olamanda va object deyman, nuqta deyman. Obyektlar uchun, demak, bizada alohida funksiyalar bor. Object.keys deyman va keysning ichida, object.keysning ichida o'zgaruvchi bersak ham bo'ladi. Demak, object.keysning ichida men my objectni beraman. O'zgaruvchimizni beraman. My objectni berdim. Endi alertning ichida xuddi shu narsa, ya'ni resultni so'rayman, chunki osonroq. O'shaning uchun o'zgaruvchi yaratdim. Nimaga? Object.keys my objectni alertning ichiga sig'dirish tushunarsiz bo'lishi mumkin ba'zilarga. O'shanga yangi o'zgaruvchi yaratolmanda o'shaning ichida saqlayman buni. Endi mana shuni qiladigan bo'lsak va обновление beradigan bo'lsak, hamma name, age, is millionaire, bank account, company. Demak, kalitlarni hammasini chiqardi bizga. Kalitlarni chiqardi, faqatgina kalitlarni. Endi xuddi shu narsani biz aytaylik object.keys ni biz values ga ham o'zgartirishimiz mumkin. Values ga ham qiymatlari degani va values ni bosib turib, demak, yana обновление beradigan bo'lsam, John 55 false tour object deb qoldi. Object deb chiqardi. Xo'sh, bizada qiymatlarni chiqardi, lekin o'ziga kelganda, ya'ni o'ziga kelganda deb men buni aytaman. Demak, birinchidan begindagi tour n ni chiqarmadi, keyin mana obyekt deb chiqardi. Demak, chunki buni ichida hali qiymat yo'q, o'shaning uchun object deb chiqaryapti. Uni boshqa darslarda tushuntirishga harakat qilaman, nimaga object deb chiqarayotganini. Lekin bizda values deb yozganimda faqatgina bizda qiymatlarni chiqardi xolos. John 55 false to'rendagi to'rni chiqardi va mana bu skobkali obyektni chiqardi. Endi demak, object.values va object.keys ikkalasi ham, demak, object.values, object.keys bizda qiymatlarni umumiy olib olish uslubi yoki o'sha ko'rsatganimdek biz osongina obyektning nomini yozishimiz mumkin. My object va nuqta kalitini yozishimiz mumkin. Masalan, company deydigan bo'lsam, object chiqaradi yana. Demak, object chiqardi
arrayni ichida. Xo'sh, demak bu bizada obyektlaydi. Demak bu obyektlaydi. Endi uchinchisi va ya'ni oxirgi murakkab ma'lumot turlaridan biri bu demak funksiyalar. Biza funksiyalarni function, asosan funksiyalar function, keyin funksiyaga function so'zi ya'ni function kaliti bilan yaratiladi va undan keyin qanaqadir nom beriladi. Nom demak nima funksiya bajarishiga qarab logichna bo'lish kerak, o'sha mantiqan to'g'ri bo'lish kerak. Masalan, ikkita sonni agar funksiya qo'shadigan bo'lsa bir-biriga, demak funksiyamizning nomi add bo'lishi kerak. Inglizchada yozishimiz kerak, chunki xalqaro kompaniyalarda baribir inglizcha talab qilinadi. Endi qo'shuv funksiyasida ichida, mana bu skopkani ichida demak parametr beriladi. Parametr xuddi o'zgaruvchi yaratganimizdek biza nomlay olamiz. Masalan, x bilan y matematik nuqtai nazardan o'ylasak, lekin dasturchilar ko'pincha a bilan b ni ko'p ishlatadi. Endi agar tushunishga oson bo'lishi uchun number, ya'ni raqam 1 yoki raqam 2 qilsak ham bo'ladi. Demak, bizani xohishimiz, xohlagan nomni bera olamiz. Faqatgina logichni bo'lish kerak. Xo'sh, funksiya tagida chizayotgan sababi function add parametr a bilan b berdik. Endi mana bunaqa skopka ochishimiz kerak. Bu skopka obyekt emas. Bu logikasini yoziladigan. Masalan, hali if else ham o'rganamiz yoki boshqa narsalarda ham o'rganamiz. Bu skopka boyagi obyektiga, mana bu tepadagi obyektning skopkasi bilan bir xil bo'lgani bilan boshqa narsa. Bu yoqda biza o'zgaruvchi yaratamizda qiymatiga mana bunaqa skopkali narsa beramiz. Ya'ni o'sha obyekt. Mana buni o'quvchilar adashtiradi, bu obyekt deydi. Yo'q, buni ichida asosan logika yoziladi. If else da ham ko'rib chiqamiz hali, ya'ni tekshiruv anaqasi bor if else ga va funksiyalarda ham demak logika qismini mana shuni ichiga yozamiz. Va funksiyalarda return degan ya'ni qaytarish degan narsa bor va return har doim logikani eng oxirgi qatorida bo'lishi kerak. Demak, biza agar returndan keyin logika yozadigan bo'lsak, bu narsa ishlamaydi 100%. Return demak har doim oxirgi qatorda bo'lishi kerak. Demak, logikamizni bu yoqqa yozsak bo'ladi yoki returnni yonida yozsak bo'ladi. Return yonida logikamizni yozsak bo'ladi. Demak, bizada a plus b demak ikkita sonni bir-biriga qo'shadi. Endi funksiyalarda biza u narsani chaqirishimiz kerak. O'shaning uchun chaqirmasak ishlamaydi. Demak, add qilamizda skopka qilamiz. Endi mana shu chaqirish deyiladi. Funksiyamizni chaqiramiz. Endi chaqirayotganimizda mana bu add skopkani ichida bu yoqdagi a bilan b bergan narsamiz parametr deyiladigan bo'lsa, mana parametrni otdik. Bu yoqdagisi argument deyiladi. Xo'sh, argumentlarda demak a bilan b ning o'rniga biza ikkita son berishimiz mumkin. 6,9. Nimaga virgul bilan beramiz? Chunki parametr qanday yozilgan bo'lsa, argumentlar ham shunday yozilishi kerak. Endi raqam beradigan bo'lsak, ikkita raqamni demak albatta bu narsa qo'shib beradi. Faqat natijasini ko'rishimiz uchun demak alertning ichida mana shu narsani yozsak bo'ladi. Xo'sh, alertning ichida yozaman. Demak, alertning ichiga вставить qildim hozir. Va обновление beradigan bo'lsam, demak 15 chiqaryapti. Demak, bu funksiyani qanaqa qilib yaratish edi? Endi biza ma'lumot turlarini, murakkab ma'lumot turlarini o'tayotgan ekanmiz. Buni boshqacha uslubi ham bor. Funksiyalarni yaratishi mana hozir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bu uslub let add qilamiz edi. Function qilamiz. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, mana tepaga chiqaraman. Bu yoqda funksiya yaratayotganimizda function so'zidan keyin nom berayotgan edik va skopkaning ichida parametr, keyin logika edi. Bu yoqdagi o'zgarish shuki, functionimizdan keyin nom bermayapmiz. Agar nom beradigan bo'lsak,
bu g'alati bo'lib qoladi. Xatolik bo'ladi, logichniy xatolik bo'ladi. Endi bizani nomimiz nima bo'lmasa desa, bu funksiyaning nomi nima desa, demak o'zgaruvchimizning nomi edi. Xo'sh, endi xuddi boyagi narsa, mana bu skobkaning ichiga logika yoziladi. Return qilaman, shunchaki a plus b qilaman. Xo'sh, a plus b. Endi yana o'sha narsa alertning ichida men add'ni chaqirishim kerak. Mana bu o'zgaruvchi endi qiymat funksiya bo'lganiga buni demak funksiya sifatida chaqira olamizmi, yo'qmi sinab ko'ramiz. Xo'sh. Bizani funksiyamizni mantig'ini yozdik-ku, lekin xatolik qildik. Mana bu yerda parametr berib ketishimiz kerak edi. A bilan b berib ketishimiz kerak edi, chunki argument berayotganimizda parametrni qanday bersak, argument ham shunday beriladi. Xo'sh, 8,9 yoki aytaylik 11 deylik, boshqacha bo'lishi uchun. Xo'p, obnovlение beraman. Demak 19. Natijamiz 19 chiqdi. Demak, o'zgaruvchini bu safar nomi bilan chaqiramiz va orqasiga demak funksiya qo'ya olamiz. Bunda mana bu functiondan keyin add qo'yatdik. Demak, bu mana biza qiymatiga bu safar funksiya berdik-da, o'zgaruvchini. Shuning uchun o'zgaruvchini o'zi ham chaqirilayotgan paytida funksiyani skobkasi bilan chaqiriladi va funksiyalar har doim chaqirilayotgan paytida skobka qo'yilishi kerak, ya'ni qovus qo'yilishi kerak. Va qovusning ichida agar uni parametri bo'lsa funksiyani, o'sha funksiyani qovusning ichida argumenti berilishi kerak. Demak, chaqirayotganimizda buni ichidagi narsa argument deyiladi. Uni funksiyani yaratayotganimizda qovusning ichida beriladigan narsa parametr deyiladi. Demak, bu murakkab ma'lumot turlari edi. Endi bularni alohida metodlari bor va unga biz juda ham chuqur sho'ng'ishimiz kerak va uni keyingi darsda, xudo xolasa, keyingi darslarda ko'rib chiqamiz.